Mana qizlar bilsam yaqindan buyon to'ylarning ko'pligida qanday kirim qilishni bilmay peshanlab bir ketib ketib vaqacha. Shuningdek sizlarni o'ylab bugungi ma'vu so'zi o'tgan pek chiroyli chiqqan kirimni olib keldim. Amalga ma'vu kirimni qilib uygun olgan bo'lsanglar qizlar turmush to'y to'kunda do'stlarning ko'zlarida o't chiqaryapsizlar deyman. Amiz qizlar kirimizni boshlab ketaylik. Yoqtirgan qizlar yurak berib meni qo'shish unutib qolmanglar. Sizlar meni ko'p qo'shib olsanglar men sizlarga texnik payz bo'lgan, shunchalik o'z bo'lgan kirimlarni ko'p chiqarib berma deyman. Kirimdan burun eng avval o'zimiz yoqtirib taqaydigan maytonlarimizni taqolmiz. Mana o'xshash to'y to'kunda qilishga mos kelgan kirimlarga kelgan vaqtda maytonga bak uchuq ranglik maytonlar taqib ketmanglar qizlar. Sus tabiiy chiqqan maytonni taqsanglar bo'ldi. O'zimizdan qo'ldagi mush yuz terimizga suv to'liqlaydigan boshi pumu va yoki mush shuru degandek narsalarimiz bo'lsa, yuzimizga berib olgandan keyin ananki mush yuz teringlar asan kafin bo'lgan yerlarga o'zimizdan qo'ldagi tetishran va yoki juyelarimizni berib so'ndirib olamiz. Andan buga ishlatgan meyin bo'lib qolib qolsa, mush yazilgan transil bilan shanyapayni aralashtirib ishlatdim qizlar. Ma'u mayni men ayrim satma, mush lazım qilib qolib qolsanglar ayrimxonaga qilsanglar bo'ldi. Yuzimizga mayni tekshirib berib anandikin bulutni so'ndirib olgandan keyin mush xil 4 xil rangli chiqqan yeti sayxonda qizlarimiz ikki anglimizga, ananki inkimizga degandek yerlar berib olamiz. Navoda mana o'sha yeti sayxon bo'lmay qolib qolsa, to'g'ri mayliroq suyuq chiqqan ko'honlarni bo'lib qolib qolsa, ikki anglarga qopqonlarga berib qo'yasanglar bo'ldi. Yoki bulutda va yoki cho'tkalarda mush yeti sayxonni so'ndirib qo'ygandan keyin qo'llarda oq rangli tilan yeb bo'lib qolib qolsa, mush ko'zimizning osti, burnimizning cho'risi, peshanimiz, inkimiz degan yerlarga berib kichikroq cho'tka va yoki kichik bulutda so'ndirib olsak bo'ldi. Qo'limizdagi tinjong punguda yuzimizga bir ikki qitim berib maylarimizni rav so'ndirib o'tgandan keyin qo'llardagi sanfin va yoki mush finbinglarimizda girimizni tinjong qilib olamiz. Ultralikning sho'rompansida mushning o'xshash cho'tkada ko'zimizning old tarafi mush burnimizning ust tarafidan past tarafga qarab yetib olamiz. Ananki mana o'xshash burni yo'g'on, qanchalik emas qizlar burnlarning ikki tarafidan past tarafga tuz holatda cho'tkalab olsanglar bo'ldi. Burnlarning uchini mushning o'xshash tuz holatda qilsanglar sho'roni shunchalik chiroyli holatda qilib ketalaysizlar. Ananki sho'rompaning ichidagi oq rangda burnimizning uchi, ananki burnimizning usti, mush ko'zimizning oldi taraf, burnimizning ikki tarafi degandek yerlarni oq rangda tilan qilib olamiz. Bugungi ko'z girimiz mush shunchalik oson qizlar. Mush yengpaning ichidagi seriq mayliroq rangni elib, mush cho'ng shazlarda va yoki kichikroq shazlarda qopig'imizning quyruq tarafidan oldi tarafga qarab yetib olamiz. Ananki mush o'xshash shiji chiqqan shazlar bo'lib qolib qolsa, ichidagi kafesi rangda mush sharjinsiz olamiz. Sharjinsiz vaqtlarda orqa tarafdan oldi tarafga qarab tizib olsanglar bo'ldi. Ananki cho'tkaning juqida o'zimizning vo'tsalarni sizib qo'ygandan keyin sho'rompan ichidagi oq rangda vo'tsaning osti yeyilib ketgan yerlarni bir qitim tilan qilib olamiz. Tilan qilib olgandan keyin vo'tsaning ichidagi oq rangda o'xshashlar mush vo'tsalarimizni tilan qilib olamiz qizlar. Vo'tsani tilan qilib olgandan keyin shunchalik tiranalati chiqdi. Akim mush yengpan ichidagi seriqroq paqroqda qopig'imizning ustiga yetib berib olgandan keyin kirpik yeydigan narsada kirpiklarimizni egib buloqlarimizni bir qitim berib olgandan keyin qizlar mush o'zimizning osti kirpikni cho'qim bir qitim shol qilib olamiz. Anandagi ma'vu yalgan kirpikni kirpigimizning ostiga chaplab olsak bo'ldi. Men eng avval o'zimning kirpigining ostiga qizlar 4 tal chaplagandan keyin o'ttirga yana 3 tal chaplab oldim. Mushundaq chaplasanglar quyuq holatda pek chiroyli chiqib qaranglar. Osti kirpigimga mush xil yalgan kirpikni quyruq tarafdan oldi tarafga qarab 4 tal chaplab oldim qizlar. Ma'vu 2 jajima mening boshbatdagi do'konimda bor ashada avvasanglar bo'ldi. O'zimizning usti va yoki osti mush yalgan kirpiklarimizni chaplab bo'lgandan keyin mush yengpana ichidagi kafesi rangni ilib cho'tkada o'zimizning yenshensini sizib chiqarib olamiz. Anadagi yenshen bida o'zimizning yenjosi, anki boyatdan cho'tka sizib olgan yenshen iznaliga holatda yenshenlarimizni quyruq tarafdan sizib chiqarib olgandan keyin mush ko'zimizning uch tarafdagi ya'ni sharjiga azroq ulvasak shunchalik chiroyli chiqdi. Anadagi ma'qul ko'zimning quyruq tarafi pakiz chiqmagan degan qizlar sho'rompan ichidagi oq rangda tilan qo'yasanglar bo'ldi. Andan o'zimizning qishini qizlar eng avval mush qosh cho'tkasida bir qitim cho'tkal o'tgandan keyin qosh qalamda o'zinglarning mush qishining nar kim bo'lsa ashani iznab chiqarib olsanglar bo'ldi. Men mush qishimning oldi tarafi bilan anadagi quyruq tarafni azroq holatda sizib chiqarib oldim. Anadagi ma'qul qosh qalamni qizlar mening tunji qitim ishlatishimda shunga ba'zi yerlar bo'lmagan yerlar bo'lib qolsa o'zinglar qishinglarni sizga vaqtinglarda chiroyli qilib o'ngshab sizib olsanglar bo'ldi. Qishimizni sizib qo'ygandan keyin rameykalarimizni bir qitim berib o'tgandan keyin sayxonning ichidagi to'g'ri rangli sayxonni mush ikki anglimizga, burnimizning uchiga, inkimizga bir qitim berib o'tgandan keyin sho'rompan ichidagi oq rangda mushunga o'xshash yo'g'on cho'tkalarda va yoki kichikroq bulut bo'lib qolib qolsa, bulutlarda peshanimiz, yuzimizning shu anchun bo'lib qolgan yerlarni yana bir qitim tilan qilib olamiz. Andan mush qo'llardagi govgonda burnimizning uchiga, burnimizning ustiga, ko'zimizning oldi, anadagi mush vo'tsaning o'rni, qishimizning osti degandek yerlarga govgonlarimizni berib olamiz. Anadagi qo'llardan mush ikki anglimizga berib olsanglar sayxonning ust tarafga shunchalik chiroyli chiqdi qizlar. Mush satrashganda girimxonni qilg'izgan girimdimi bek chiroyli chiqadi jumi ma'qul girim. Anadagi chunshanbida o'zinglarning eg'izni shakllansiz olgandan keyin o'zimizning girimiga moslashgan holatdagi ko'honni berib qo'ysak bugungi girimlarimiz oxirlashdi. Yoqtirgan qizlar cho'qqim meni qo'shilishni unutib qolmanglar. Xayr xo'sh.